Uyghur tarixidagi 10 mashhur muzikant. Uyg'urlar san'atga boy millat bo'lish sifati bilan muzika sohasidami buyuk utuqlarni qozongan bo'lib, naqshi muzika Uyg'ur ijtimoiy hayotining hamma sohasiga birikib ketgan. Uyg'ur tarixidagi muzika va muzikantlar haqida yozilgan nopuzliq asar bo'lgan Tavarihi Musiqiyun, ya'ni Muzikantlar tarixi nomli asar Xotan shahrida o'tgan Molla Ismatulloh binni Molla Nimmatulloh Mo'jizi tarafidan yozilgan. Mo'jizi o'z asrida jiroq ajdodlardan o'z davrigacha o'tgan bir necha xil qavmga tava bo'lgan 17 nafar muzik pirini tunishtirgan. Uning Qidirxon Yarkandi bilan Amannisoxon Nafsi to'g'risidagi yigona va qimmatlik tarixiy ma'lumotlari bizning madaniyat tariximizda muhim o'rin tutib qolmasdan, balki mazkur shaxslar to'g'risidagi birinchi qo'l tunji tarixiy yozma ma'lumot bo'lib hisoblanadi. Tovandikilar Uyg'ur muzika tarixidagi qisman buyuk namoyandalar hisoblanadi. Birinchi, Kusanlik muzikant Sujup. Gabayin xonim Uyg'ur san'ati haqida to'xtalganda qadimgi turk va Uyg'ur san'atchilarining Xitoyga ko'plab yuqori madaniyat eksport qilganligini uda ta'kidlagan. Hatto Kusan musiqalari Hindistondami zo'r shuhrat qozongan edi. Ayni davrda tonilgan dangliq Uyg'ur muzikantlari ichida eng burun xotirga elingani Sujup Aqari bo'lib, 6-asrda Kusanda tug'ilgan. Onun 12 ritimlik kuy qonuniyati o'z zamonasida yuksak e'tiborga erishgan. Yaponiya tarixchisi Hayashi Kenzo o'zining Suy Tang nag'malari tadqiqoti nomli asrida mundaq deb yozgan. Sujupning 12 ritimlik kuy qonuniyati muzikchilik tarixida misli ko'rilmagan yangilik kayfiyati tug'dirdi. Hatta o'z davrida Yaponiya muzikasiga zo'r ta'sir qilgan. Sujup Uyg'ur muzika ilmidagi hozirgacha ma'lum bo'lgan eng burunqi buyuk namoyandasi deb qaralmoqda. Ikkinchi, Abu Nasr Farabi. İkinci ustoz va faylasoflarning piri Mevlana Abu Nasr Farabi 870-yili Qarixoniylarga tava O'trar degan yerda tug'ilib, 950-yili Damashqda vafot bo'lgan. Tarixiy materiallarda deyilishicha, Mevlana Abu Nasr Farabi dinni ilmlarda Hazrati Imom G'azzoli, Hazrati Imom Bahrur Razi qatorliq allomalardanmi yuksak saviyaga yetgan. Fanni ilmlarda Ibn Sinodinmi ustun edi. Shariat ilmi, tariqat ilmi, tafsir ilmi, hadis ilmi, tibobat, falsafa, ideologiya, adabiyot, hatta şahmat, nerd o'yinlargacha bilmaydigani yo'q edi. Jumladan muzika ilmidimi nihoyatda yetilgan edi. U qonunni o'z qo'li bilan yasab, sim tortib chalgan va sozanda shogirdlarga o'rgatgan edi. Rak, o'shaq muqomlarini va o'shaqning marg'ullarini ijod qilib, olamga yoygan ham shogirdlarga o'rgatgan edi. O'z hol muqomini va uning birinchi, ikkinchi, uchinchi marg'ullarini kashf qilgan edi. U o'zining Risolai Mug'annaniyun, ya'ni sozandalar risolasi degan kitobida muzikaning tilsiz mung'lari insonning ruhiga ma'naviy o'tni tutashtiruvchi omildir. Agar uningga she'r qo'shilsa, bu mungning nima ekanligi ma'lum bo'ladi deb aytgan. Farabining muzikaga oid 70 ga yaqin cho'ng kichik asar yozganligi ma'lum. Uning Kitobal Musiqul Kabir, ya'ni muzika haqidagi cho'ng kitob nomli kitobi ayni zamonda barliq muzikshunoslikning klassik qo'llanmasiga aylangan. Lekin bu kitob hozirgacha arabchadir. 3. Mevlana Abaydullah Lutfi.
Mö'jizining bayon qilishicha, Mevlana Lutfi Sharqiy Turkistonning o'zidan bo'lib, olimlikda Farabidek, hakimlikda Ibn Sinodek, shoirlikda Navoiydek, nag'michilikda Qidirxondek edi. U o'z zamonining eng katta allomasi edi. U 500 nafar olim va qorini yetishtirib, 200 dak kishini muzikada kamolatga yetkazgan. U umrida 200 dan ortiq kitob yozgan. Hazrati Navoiy uni ilmiy fasohatda ustozim desa, Mevlana Lutfi Navoiyni ustozim deydi. Mevlana Abaydullah Lutfi 1366-yildan 1465-yilgacha yashagan bo'lib, o'z zamonasining mashhur ma'rifchisi, ulug' mutafakkuri va donliq allomasi bo'lib, u dastlabda Mavraun Nahir, Oltin O'rda, Qrim va Ozarbayjon qatorliq joylarni kezib yurib, oxirida Hirotga berib, umrining oxirigacha shu joyda yashab, 99 yoshida Hirotda vafot bo'lgan. Lutfi Uyg'ur va Faris tillarida she'r yozgan bo'lib, bizga uning Uyg'ur tilida yozgan she'rlarla yetib keladigan. Yani ba'zi manbalarda Lutfining 20 dan ortiq yirik asarlari borligi qayd qilingan. Mo'jizi Lutfini muzika ilmi bo'yicha 15-pir ustoz deb yozgan. 4. Alisher Navoiy. Sharq shariatining ajoyib jilvidor gultoji bo'lgan, ijodi bilan jahonga tonilgan Uyg'ur adabiyoti tarixining shonliq iftixori, ulug' mutafakkur shoir Alisher Navoiy Hirotda tug'ilgan va 7 yoshidan boshlab she'r yozishga kirishgan. Alisher Navoiyning asarlari nihoyat ko'p bo'lib, bularning ichida Xazoinul Maani namliq divoni bilan Xamisa namliq dostonlar to'plami alohida o'rin tutadi. Molla Nimmatullah Mo'jizi o'zining Alisher Navoiyga oid 36 kitobni o'qib, uning xislatlari va ishqiy muhabbatidan xabardor bo'lganligini aytib mundaq deydi. U mushundaq qimmatli ilmlardan sirt yana o'zining pir ustozi bo'lgan 1414-yildan 1492-yilgacha yashagan Abdurahmon Jamiydan muzika ilmini voyaga yetkazib o'rgangan. U har kecha satar yoki tambur chelib, o'zi yozgan g'azallar bilan hamd aytib behush bo'lib ketadi. U Navo degan muqomni ijod qilib olamga tarqatdi. U 1441-yili 9-fevral tug'ilib, Hijriya yili bo'yicha 63 yil yashab, 1501-yili 3-yanvar yanıla Hirot shahrida vafot bo'ldi. Mo'jizi Navoiyni muzika ilmining 8-piri deb yozgan. 5. Qidirxon Yorkandi. Qidirxon Yorkandi Saidiya xonligi davrida o'tgan donliq Uyg'ur olimi, shoir va musikshunos. U 1510-yildan 1560-yilgacha yashagan Sultan Abdurishidxon davrida bosh vazirlik vazifasini o'tagan. Siyosiy jihatdan xonlikning birligini qo'g'dab, universal taraqqiyotini yuksaltirgan Qidirxon Mevlana Xulqi, Ayazi Nafsi, yani Aman Niso Xon, Mirza Mirak Chalishi qatorliqlar bilan xonlikning madaniyati, bo'libmi Uyg'ur adabiyot san'atining gullanishi uchun zo'r tuhfalarni qo'shgan. Uning Divan Qidri nomli bir she'rlar to'plami bor edi. U 1572-yili poytaxt Yarkanda vafot bo'lgan. Mo'jizi Qidirxon Yarkandining nodir musiqa olimi, tangdoshsiz naqshchi va usti shoir ekanligini, ravob bilan xushtarni kashf qilganligini, Visol nomli bir muqomni ijod qilganligini, muzika ilmi to'g'risida ko'plagan meg'izliq maqolalarni yozganligini, Divoni Qidr nomli she'rlar to'plami chiqarganligini, Iron, Iroq, Tabriz,
Xorazm, Samarqand, Andijon, Istanbul, ya'ni Istanbul, Kashmir, Balx, Shiroz qatorliq joylardan kelgan shogirdlar bo'lib, ularga muzika ilmidan dars berganligini yozadi. 6. Yusuf Sakkaki. Sirajiddin Abu Yaqub Yusuf ibn Abu Bakr al-Sakkaki, yani 1380-yildan 1465-yillargacha yashagan mashhur olim, dangliq pedagog va yetuk yozuvchi. U yosh vaqtida tirishchan va bilimga ishtiyoqi kuchli bo'lgan. Diniy ilmlar, til adabiyot, matematika, jug'rofiya, tarix, ilmi nujum va tibobat ilmi qatorliq fanlarda kamolatga yetgan. U ona tildan boshqa yana arab, Paris tilini puxta egallagan. Muzika sohasidami o'z iqtidorini yetildirib, bayat muqomini ijod qilib, 9-ustoz deb shuhrat qozongan. Alisher Navoiy uni lutfi bilan tang o'rinda ta'riflab, Uyg'ur iboralarining eng chechanlaridan biri Mavlona Sakkaki va Lutfi degan. Mo'jizi uni muzika ilmining 16-pir ustozi deb atagan. U Ulug'bek davrida Samarqandda yashab, 15-asr Uyg'ur adabiyotida qasida janrini yuksaklikka ko'targan. Uning bizgacha yetib kelgan bir qo'lyozma divoni hozir Buyuk Britaniya muzeyida saqlanmoqda. Uyg'ur tarixida yana bir Yusuf Sakkaki otliq olim bor bo'lib, 1160-yili Almaliqda tug'ilib, 1224-yili Chag'atayxonga mushavir bo'lgan. 1229-yili Chag'atayxon tarafidan nohaq qatl qilingan. Uning Miftahul Ulum, ya'ni ilmlar ochqishi nomli kitobi 7 asrdan ortiq O'rta Sharq ellarida darslik qilingan. 7. Xonish Amanniso xon. Xalqimizga o'zining yuksak iste'dodi va o'chmas tuhfalari bilan tanishlik bo'lgan mashhur muqomshunos, muzikant va shoira Malika Amanniso xon taxminan milodiya 1523-yili hozirgi Do'lan Tiznab daryosi bo'yidagi G'ozko'l yeza Qumushliq mahallasi kambag'al bir o'tinchi oilasida dunyoga kelgan. U o'zining go'zal latofati va mo'l bilimi bilan Sultan Abdurashid xonning e'tiborlashiga erishib, uning bilan to'y qilgan. Malika Amanniso xon o'rdaga kirgandan keyin Abdurashid xonning haqiqiy sevgisiga erishgan. El orasiga berib muqomni qizish, to'plash, ratlash va yurishlashtirishdan iborat büyük ishda uning qo'llashiga ham himoya qilishiga erishgan. Xonish Amanniso xonim chatki qiqish, yoshirin ahonat qilishlarga chidab, muqom ratlash va she'r yozish ishlarini bir kunmi to'xtatib qo'ymagan. Qidirxon Yarkandidek mashhur muqom ustozlari uningga har jihatdan turli yordamda bo'lgan. Sultan Abdurashid xonmi qat'iy niyatga kelib uni qo'llagan. Biroq zaman chaqi ta'tir cho'gilab, ayollar orasidan chiqqan bu latofatlik, bilimlik va qaysar muqom xonishi taxminan milodiya 1557-yili 34 yoshida tug'ut ustida vafot bo'lgan. Xonish Amanniso xon yurishlashtirilgan 12 muqom va ratligan boshqa muqomlar, shundaqla u o'zi ijod qilgan Ishrat Angiz nomli 16 muqom Turdoxun aka qatorliq muqomchilarning vositasi bilan davrimizgacha yetib kelgan. Mo'jizi Amanniso xonni muzika ilmining 17-piri deb atagan. 8. Turdoxun aka. Mashhur muqomshunos
Turdiaxun aka 1881-yili Qashqar Yenisar nahiyasining Uchar yezisida necha ajdodidan tortib al-nag'michilik bilan yashab kelgan muqamchilar oilasida tug'ilgan. Uning dadisi Tavakkul Axun o'z davrining dangliq nag'michisi va muqamchisi edi. Turdiaxun aka muqam ustozlari Qidirxon Yarkandi bilan Maliki Amannisolar ratlab yurishtirgan 12 muqamni va boshqa muqamlarni qutqizib qolguchi va zamonimizga yetkazib berguchi birdan-bir san'at arbobi deyishga bo'ladi. Darvaqa Turdiaxun aka 12 muqamni cho'ng nag'ma, doston va mashrablar bo'yicha eng to'liq, eng sap saqlagan peshqadam namoyanda edi. 1950-yili 8-9 oylarda Ürümchida 12 muqam va bir qism xalq naqshlari sing'i elindi. Bu ahamiyatlik ishqa peshqadam muqamchi Turdiaxun aka bilan uning o'g'li G'ushiraxun, dastonchi Ro'zi Tambur, dangliq muzikant va muqamchi Zikri Alpattar, ataqliq xalq naqshchisi Abduvali Jarullayevlar qatnashdi. 1955-yili 12 muqam qaytadan tafsili lentaga va plastinkaga elindi. Bu qitimqi lentaga elishda peshqadam muqamshunos Turdiaxun akaning Sattar bilan 12 muqamni to'liq teksti bo'yicha o'qib chiqishi, o'g'li G'ushiraxun akaning dapchilib berishi asos qilingan bo'lib, uni muqam tarixidagi eng ahamiyatli xizmat deyishga bo'ladi. Turdiaxun aka 1956-yili 6-oyning 8-kuni Qashqar shahrida 75 yoshida olamdan o'tdi. 9. Zikri Alpattar. Zikri Alpattar 1915-yildan 1986-yillargacha yaşagan dangliq muzikant, muqamshunos, Ruxsari muqamining G'erib Sanam, Farhod Sherin, G'uncham qatorliq qimmatli dramalardagi muhim musiqalarning va necha o'nlagan naqshlarning ijodchisi Zikri Alpattar 12 muqamni tirildirish xizmatida halqiliq rol o'ynagan. Xalq orasida ijodiy muqam deb ta'riflanadigan Ruxsari muqamini anglag'inimizda G'erib Sanam qatorliq klassik operalarni ko'rganimizda Sodir naqshisi Noderkam, Qizil Gulim, Oq Beliq, Tanlarim Yaproq, Zöhre Canım qatorliq naqshlarning musiqalaridan huzur olganimizda nomi xalqning qalb to'ridan o'rin olgan marhum musiqa peshvosi, muqamshunos va kompozitor Zikri Alpattarning simosi ko'z oldimizga keladi. 10. Shahida Shahmerdanova. Shahida Shahmerdanova 1938-yili Qashqarda tug'ilgan bo'lib, uning balaliq, o'smirlik davrlari G'uljida o'tgan. U 1954-yili Ürümchidagi atalmış Şinjan Darülfonining san'at fakultetiga o'qishga kirib, muzika kasbida 2 yil o'qigandan keyin o'qishni bitirib, maktabda qilib o'qituvchi bo'lgan. 1957-yili Toshkentga kelib, Toshkent konservatoriyasiga o'qishga kirgan. U Toshkent konservatoriyasini bitirgandan keyin muzika kasbida yana aspirantlikda o'qidi. 1972-yili Toshkent konservatoriyasining Sharq muzika kasbi bo'limi ochilganda shu yerda ishladi. U shu konservatoriyada aspirantlikda o'qib yurgan chog'larda Uyg'ur 12 muqomi ustida tadqiqot qilishga kirishgan. 2020-yili 13 fevral 82 yoshida Toshkent shahrida vafot bo'lgan. Shahida Shahmerdanova Uyg'ur 12 muqomini ratlash, uni O'zbekiston va O'rta Osiyo ellarida saqlash va rivojlantirish ishlariga o'zining tegishli assisini qo'shdi. Shuningdek,
Uyg'ur ansambli uchun ko'plagan naqshlarni ijod qildi. Muzikantlarning ishlariga yetakchilik qildi. Ani shu 1970-1980 yillardagi Toshkent radiosining Uyg'ur diyoriga qaratgan anglitishlardagi ko'plagan Uyg'ur naqshi kuylari va xalq musiqalari ham muqomlarining o'rindilishiga boshda G'anijon Toshmatov, Shohida Shohmardanova qatorliqlar yetakchilik qilgan edi. Demakki, Uyg'ur xalqining 12 muqomlarini aytish cheklangan 1960-1970 yillarida Toshkent, Olmutaga markazlashgan Uyg'ur san'atkorlari Uyg'ur muqomlarini saqlab qolish va rivojlantirish, shuningdek Uyg'ur xalq naqshi musiqalarini keyingi avlodlarga yetkazishda zo'r rol o'ynagan edi. Shohida Shohmardanova ijodiy faoliyati davomida turli janrlarda mo'l ijodiyatlarni qo'lga keltirdi. Uning simfoniyasi, konsertlari, Azad Sharq ayoli poemasi, Salay chaqqan muzikalik komediyasi, Amannisaxon nomli muzikalik dramasi va 100 dan ortiq naqshlari uning ijodiyatining yorqin namunalarini tashkil qiladi.